Samarqand shaharining zo'r lokatsiyasidan yangi qurilgan binolar, 5 qavatli binolardan studiyli 4 xonalik chiqyapti. 95 kvadrat. Narxini oxirida aytib o'taman. Yangi ta'mir, mana shu eshikdan kirib kelamiz. Studiyli degani kirganda birdan xonaga kiramiz, o'shani studiyli deydi. Mehmonxona hamda hol deydi. Pollari kafil qilingan. Uyimizda barcha xonalarda duxontini kotel ishlayapti va hamma joyda tepli pol ketgan ekan. Kirganimizda aylama shaklida xonalar joylashgan. Barcha mebel, texnikalarimiz tappa-tayyor. Chap qo'ldan boshlaymiz. Birlashgan sanuzilimiz bo'ladi. To'liq kafilda juda baland ekan, keng hamda kirib yuvish mashinani ham shu yerga qo'ysak, menimcha bo'ladi. Xo'p, to'g'rimizda oshxonamiz joylashibdi. Yaxshi eshiklar qo'yibdilar, krashini eshiklarni. Xo'p, ovqat tayyorlash zonasi hamda pishiriqlar bilan ovqat tanovul qilish zonasi. Burchakka xolodilnik joyini qo'yibdilar. Mana bu yerga ham kir yuvish mashinani joyi bor ekan. Burchagimizda har doimgidek duxontini kotelni o'rnatib qo'yganlar. Derazalarimiz barchasi akvaplast 2 qavatlik oynadan qilingan. Xo'p, sanuzil holimizni hamda oshxonamizni ko'rdik. Endi xonalarni ko'rib chiqamiz. Oshxonaning yonida kattalarga yotoqxona qilib tayyorlab qo'yibdilar. Bir ikkita kamchiliklari bor. Mana bu joylarda lampochka hamda включательlarni qo'yib beradilar. Xo'p. Kravat bor. Shkaf menimcha bo'lmaydi. Mana shu holatda sotiladi. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu kvartiramiz agar sezgan bo'lsangiz, bitta katta minusi desak ham bo'ladi, minusi bor. Yana bitta mehmonxona. Mehmonlarni alohida qilib kutib olsak ham bo'lar ekan bunaqa kvartirada. Yumshoq mebelimiz bor. Mana bu kartinkalarni devorga bir joyga o'rnatib beradilar. Xo'p, va mehmonxonamiz ana shu turishda, boshqa hech narsa qo'shilmaydi ekan. Xo'p, oxirgi xonamiz ikkita bolajonimizga yotoqxona qilib qo'yibdilar. Ikkita kravatcha qo'yib qo'yganlar. Aziz do'stlar, sezgan bo'lsangiz, kvartiramiz mansardada joylashgan, 6-qavatda, 5 qavatlik o'zi kvartira bo'ladi, 6-qavati mansarda hisoblanadi. Lifti yo'q, pishirishdan qilingan yangilanlar Shota Rustaveli ko'chasi, shundoq yaqinda Rudaki ko'chasi joylashgan. Hamda bu tarafga borsangiz 8-mart deydi. Aziz bozor tarafga chiqsangiz bo'ladi. 6-qavat, 95 kvadrat, narxini 63 ming gaplar, savdo-salbati bo'ladi. Qiziqqanlar tezlik bilan aloqa chiqamiz.